Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, mana insult kasalligida mana singlimiz Malika shu akalarini, tutingan akalarini muolajalarida men qilgan tavsiyalarim bo'yicha mana hozir kompleks muolajaga ketyapti. Shuni o'zida yangi yo'nalish, bu o'sha insult kasalliklarida, bo'g'in kasalliklarida juda endi ko'p kasallarga mana shu usulni men 40 yildan oshdi qo'llayotganimga bu shag'al bilan tomizish nuqtali refleksoterapiya orqali shularni uyg'otish boshlangan. Shuni o'zida yana qo'shimcha nuqtali massaj. Mana hozir o'zlari aytib beradilar. Shularni mana o'zlari yana joriy qilib hammasini aytib beradilar. Ha, Jamshid aka menga aytdilar, mana shu parafin shag'al qo'yib anaqa qiling deb, tekshiring, sinang qilib ko'ring deb aytdilar. Men boshladim shu narsani bir 10 kun, 2 haftacha bo'lib qoldi. Hozir 2 haftaning ichida juda o'zgarishlar katta. Boshida qo'yganimda sal anaqa beryotuvdilar-da, sekin. Keyin mana hozir kundan kunga kuchayib ketyapti. Kechaginda oldin qo'yganimda mana oyoqlarga qo'ysam boshimga berdi deyaptilar. Qo'liga qo'ysam tizzamga berdi dedilar. Boshiga qo'yganlarimda mana 2-3 kun orasida hozir qo'yyapman. Hozir kechadan mana ikki taraflama qo'yishni boshladim. O'sha shag'amni ikkita tarafdan qo'yishni boshlaganimda vobshe dodlab, уже turib ketdi deyaptilar. Juda o'zgarishlari katta, yaxshi, natijalari yaxshi tarafga ketyaptilar, Xudoga shukr. Mana oyoqiga qo'ysak, qo'limga beryapti dedilar. Qo'l tomirlariga, qo'llarga qo'yishni boshlasak, ishlamagan qo'llarga boshimga beryapti dedilar. Уже bu tarafda bu ishlayotgan oyoq qo'llarga ham даже berishni boshladi. Turib ketaman deb kechadan уже vobshe harakatlari yaxshi bo'lyapti. Endi bu mana insult kasalligida miyada qon tomirlarining zararlanishi. Ya'ni o'sha qon tomirlar tiqilishi, obshirniy insultda o'sha qon tomirlar yorilishi bo'ladi. Shunda o'shanga javob beradigan miyadan keladigan buyruq kelmay qo'yadi-da, shunda bir taraflama ishlash, gapirish, o'sha bo'g'inlarda, o'sha qo'lida, oyoqda o'sha harakat cheklanadi. Mana hozir shuni uyg'onish jarayoni bo'lyapti. Shuni hisobiga mana oyoqqa tomizilganda, oyoqqa massaj qilinganda shu miyagacha boryapti. O'sha borgan joyi, o'sha zararlangan, shikastlangan joylari. Mana tiklanish boshlanganini hisobiga harakatlar ancha yaxshi, qo'llar ochilgan, to'g'rimi? Tepaga qaratib yotqizib qo'ysangiz ham bemalol mana yotyaptilar. Harakatlari mana yerga qo'yib qo'ysangiz o'zlari harakatga kelib, shuni o'zida ertalab